tuning qilinishi mumkin bo'lgan Vexlab sistemasi qismlari bilan tanishishni davom ettiramiz. Vexlab sistemasi kollektor, katalitik konverter, kofra, pastki quvur va glushitellardan iborat. Keling katalizator nimaligini bu sonda ko'rib chiqsak. Katalitik konverter kollektordan keyin o'rnatiladigan yongan emission gazlardan ajralib chiquvchi iflos moddalarni filtrovchi moslamadir. Xo'sh, bu konverterni tuning qilib bo'ladimi? Hozircha yo'q. Sababi konverter aslida kimyoviy reaksiyani tezlashtiruvchi vositadir. Ya'ni konverter ichida qimmatbaho katalizator metal moddalar A ruyasi strukturasi kabi joylashgan bo'ladi. Yongan gazlar qachonki mana shu metal katalizatorlar ichidan o'tganda, ular bilan reaksiyaga kirishib, gidrokarbonlar suvga va karbonat angidridga, uglerod oksidi karbonat angidridga, azot oksidi esa biz nafas olib turgan havoning asosiy komponenti bo'lgan azot gaziga aylanib, glushiteldan chiqib ketadi. To'g'ri, katalitik konverter kichkinagina kimyoviy fabrikaga o'xshaydi. Uning ichida qanday qimmatbaho metallar yashiringani va ustalar nima uchun u bilan juda qiziqishi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, kommentda plyus qoldiring.